Xudo xohlasa mana yopdik buni. Agar buni yopib qo'ymaydigan bo'lsak, battan aytishadi. Keyin bular paylkani sindiradi bezorlar. Bular chiroyli yuvosh ko'ringani bilan bulardan yomoni yo'q. Xullas, Xudo xohlasa bo'ldi. Endi narigisini ko'ramiz. Paylkani hozir o'zlaricha beozor yuvosh ko'ringani bilan aytgancha bular orasida bir marta tuqqanlari ham bor, bir marta, ikki marta. Lekin bular ham homilador. Lekin hali tug'maganlari ham bor bunga o'xshab mana. Mana bu tug'magan. Bu ham bir marta ham tug'magan. Lekin bu bir marta tuqqan mana buni. Chunki bu 2022-yil tug'ilgan. Hadi chalg'inaylik. Qani, yaxshi. Suv yaxshi bitta. Yo'q, ochamiz. Bu ham ochilmaydi, aniq ochilmaydi. Aniq ochilmaydi bu ham. Chunki muzlab ketgan, ko'ryapsizlar, fermaning ichida, mana fermaning ichida shunchalik darajada muzlagan. Chunki tashqari itni o'ldiradigan darajada sovuq bo'lyapti, 35 gradus. Men to'g'risi umrim bino bo'lib bunaqa sovuqni ko'rmaganman. To'g'risi telefonlarda ko'rganman, Yakutiyada haligi pandashka deganlar bor, sovuqda qanaqa qilib yashashalik nimalarni ko'rsatadi-yu, shunda ko'rganman, tasavvur qilmasdim. Bunchalik darajada sovuq bo'ladi. Yakutiya yana albatta -50 bo'lgani yo'q, Yakutiyaga o'xshab bu, lekin 30-35 gradus men uchun bu yomon sovuqda. Ayting bo'ldi, O'zbekistondan kelgan odam uchun menimcha birinchi marta kelganman. Shunga muxlislar yetib keldi mana. Qator turishibdi. Bular o'zlaricha beozorda. Hozir buni ham ochib olaylik. Ochib tekshiramiz baribir. Muzlagan, muzlamagan ichkarisi. Mana Xudo xohlasa buni ham ochib oldik. Yo'q, ochib olmadik. Muzini sindirib oldik to'g'rirog'i. Endi ochilsa kerak. Qaysi tomondan? Bu tomondan ochildi. Aha. Hozir ochiluvdim-ku. Yaxshi. Endi dan qani yana muzlab qo'ydim bu. Endi ochildi. Bunaqa yomon muzlab ketar ekan. To'g'risi men bunaqa sovuqda ishlamaganman, lekin bizda ham muzlaydi. Lekin bunchalik darajada ichkarida turgan narsalar muzlab ketmaydi bizda bunchalik. Mana ichkarisi normalni ishlayapti. Suv muzlamagan. Ishlayapti, muxlislar keldi. Sizlar mashdan ichsalaringlar, imminda sizlarga yaxshi, batdan ich bo'lmaydi bularga. Qora ko'ringani bilan suv yaxshi, suv tiniq, toza suv. Mayli yopamiz joyiga. Yaxshilab yopilmasa bu aytganimdek beozorlar sindirib
buzib, paylkani poployini uzib olgandan keyin hamma yoqqa suv toshib, bir marta bo'lgan bu narsa. Bitta emas, narigi dvorda bo'lgan. Yana bittasi menga yordam beryapti. Nima qilyapsan? O'zini yirtyapsan. Yaxshi, muxlislar bilan. Lekin bu kichkinalar rosa ham qiziquvchi. Hozir hammasi keladi meni ko'rsa. Kattalarga qaraganda bular ancha qiziquvchan yoshda. Yuragida o'ti bor bularda. Hammasi keladi hozir. Qoch. Bular haqiqiy yordam beradi ular. Buni ochib bo'lsa, xayrullo, normalimizni toza so'ygandan keyin video davom ettiramiz. Bu oson bo'lmadi lekin. Yaxshigina muzlagan ekan. Yaxshi, ishlashi yaxshi. Muzlamagan. Mayli, yopamiz. Shuncha qiynalib ochib, endi qiynalib ham yopolmaymiz. Ocholmaydigan umiddaman. Bo'ldi. Endi xolos 3 ta paylka bor. To'g'rirog'i 4 ta, bitta yo'q, bular skatinalar. Mana fermani ichi. Bu tomonda yoshlar. Bu tomonda qizlar to'g'rirog'i, baqirayotgan ham qizlar. Ba'da kelinlar desa ham bo'laveradi. Bu tomon aralash. Xotin xalaj hammasi bor. Shunaqa gaplar. Oddiy ishlarimdan bittasi. Shu ishlarda qilaman. Paylkalarga qarayman. Elektrik, slesar. Shunaqa, bunaqa mana ular bo'shab ketadi. Bo'shab ketmaydi o'zidan-o'zi. Nima bo'lib ketadi? Yuvoshlar, beyozorlar qanaqa qilibdir bo'shatishib oladi, bilmayman. Hech ko'rmaganman qanaqa qilib bo'shatishib olgan, lekin bo'shab ketganini ko'rganman. Qo'llariga kulich berilgandek xuddi bo'shatishadi. Atelab zo'rg'a bo'shatasiz buni. Lekin buni bo'shatishib oladi, mana boltlarni bo'shatishib oladi, bu tushib ketadi, mana bu yoqqa chiqib ketadi, yo borib qoladi, xullas. Shunaqa ishlar bo'ladi. Mana oddiy misol mana. Gayka yo'q. Mana menga divoyni qo'yib qo'yishgan. Kimdir bo'shatib olganda, to'g'rimi? Bilmaysam kim bo'shatib olgan? Ko'rmadingmi? Xullas shunaqa boltlari yo'q. Yutib olganda qaysi biridir. Shunaqa bo'lib ketadi, uzishib oladi, shunaqa narsalar qatiraman. Endi svarka ishlarini qilmayman, hali qilganim yo'q. Mana eshikda ahvoli. Ko'rasizlar, qanaqa yopilyapti eshik. Shular uzishib oladi. Bilmayman nima qilishadi, qanaqa qilib uzishadi. Shunaqalar bo'shatib tashashadi. Mana bu boltlarni, xullas boltkagada teriladi bu, shuning uchun men boltkagada teraman. Mana hamma yo'q boltka ekan, battanam. To'g'rimi? Shunaqa ishlarni qilaman, temir teskaylar. Suvga qarayman shunaqa paylkalarga. Ha bo'ldi, bildik. Shetda ekansiz, baqiravermang. Shunaqa ishlar. Mayli, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar. Podpiska bo'lib qo'yinglar, iltimos. Like bosinglar demayman, faqat podpiska bo'linglar bo'ldi. Mana shu baqiryapti. Yakkashoq. Nima baqiryapsan? Nima bo'lyapti senga? Nima kerak? Men bilaman nima kerakligini. Hammaga aytishim shart bo'lsa.
Mayli, sog' bo'linglar, o'zinglarga ehtiyot qilinglar.